Malibu 2 yer yuzida kim haydab yuribdi? Hamma ko'rsin. Bu mashinaning narxi 21900 dollardan boshlanadi. Sizlar 21900 dollarga 2000 kilometr yuradigan mashinani sotib olasizlar. Qaranglar. Madina, oynalarni och. Ko'rasizlarmi? Madina, sport rejim. Ko'rasizlarmi? Hamma narsani sizlar o'zbek tilida mashinani gaplasha olasizlar. Qolaversa, bu mashinaning podveskasi elektronniy podveska. Yo'lga o'zi moslashib, podveskadagi narsani ko'ryapsizlarmi? Yo'lga o'zi moslashib, qattiq, yumshoq va mashinani yo'lga avtomatik tarzda moslashtiradi. Nima deb o'ylaysizlar? Malibu 2da nima borki, sizlar uni bunchalik qimmatga olasizlar? Qolaversa, bu avtomobil SAIC Motorsdan chiqadi. SAIC'ga bilasizlar, GMga qarashli o'zi. Fakt bilan gapiradigan bo'lsangiz, mana buni qaranglar. Ichidagi qancha narsasi bor mana. Spalnilar qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda shuncha knopkasi bor, shuncha. Mana buni qaranglar akalar. Mashina o'zi polosasini buryapti. Ko'rasizlarmi? Orqada kim bor ekan? Mana bu xumchi ketyapti. Hayron bo'lib. Biza Rove 7mizda harakatlanib ketyapmiz. Sizlar mana bu yerda o'ngning oyog'inglarni kontrol qilib, mazza qilib dam olib ketishinglar mumkin. Sora. Modi, pardani och. Modi, YouTube'ni och. Apa, mana. Modi, oynalarni och. Modi, oynalarni yop. Modi, navigatsiyani och. Appa. Sharapat, oynalarni och. Sharapat, oynalarni yop. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqasini sizlar qayerda ko'rgansizlar? Juda ham ko'p insonlar aytishyapti. Madinani ismini o'zgartirsa bo'ladimi, yo'qmi deb. Mana sizlarga xohlagan ismlarni qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar kineyimlarning ismini qo'yib oling, yoki 720 ularni eslab yuring. Mabodo sizlar mashinadan tushib, kalit cho'ntaklardan olmoqchi bo'lmasanglar, Madina oynalarni yop. Shunday qilib yetirib ketsanglar bo'ladi. Tomachi qolib ketdi. Madina, tom oynani yop. Mana qilasizlar. O'zini yopib, xullas, qulflab oladi. Nima uchun Rove'ni Malibu bilan solishtirib bo'lmaydi? Qaranglar. Birinchi navbatdan hajm anchagina katta, mashina baland ham, klirensi ham, tegi balandligi ham anchagina baland va bunda elektronniy podveska. Endi mashinani qaranglar shundagina. Oldi ham uzun bo'lib turibdi. Ko'rasizlarmi? Orqasi ham uzun bo'lib turibdi. Chunki mashina 5 metr, mana bu to'g'ri 9. Qaranglar buni ichki interiyorini. Buni ichidagi bor narsa Malibuni 10 dan birisida ham yo'q-ku, okalar. Katta ehtimol bilan buni Malibu bilan tenglashtirmaylar degan odamlarni, hattoki Malibuni ruliga ham o'tirib ko'rmagan odamlar-da. Malibu haydagan odam o'zi biladi mashinani qayerda nima kamchiligi borligini. Shuning uchun ko'p yozishdan oldin sal fikr qilinglar, birodar azizlar. 15 yil rasmiy kafolat ushbu avtomobil muammosiz yurib berishi uchun 21900 dollardan 2000 kilometr yuradigan 5 metrlik biznes klass Rove 7 avtomobillarini aynan nimalariga bunchalik kafolat berilishini kelinglar sizlarga tushuntirib beraman. GM SAIC Motor tomonidan 298 ta ot kuchiga ega bo'lgan elektrik dvigateliga 15 yil yoki 300 ming kilometr, Katl tomonidan ishlab chiqarilgan 19.7 kilovatlik batareyasiga 8 yil yoki 150 ming kilometr rasman kafolat taqdim qilinadi. Bunchalik katta kafolat qanchalik haqiqatga yaqin deb noto'g'ri izohlar yozishdan oldin, iltimos, dunyoga qarang. Bundan ro'pararosa 5-6 yil oldin rasman taqdim qilingan elektromobillarga ham 8 yillik kafolat berilganda juda ham ko'pchilik noto'g'ri izohlar yozishuvdi. Nima bo'ldi? Mana salkam 4-5 yildan buyon ushbu avtomobillar 200 ming, 300 ming kilometr yurganlarini ham ko'rdik. Shuning uchun rivojlanishda davom etamiz. Barchalarni faqatgina rasmiy dilerdan avtomobil xarid qilib olishinglarni maslahat beraman.
e'tiboringlar uchun rahmat.